Albatta bugungi konferensiya mavzusi va buni ahamiyati haqida soatlar bahsxonlik qilish mumkin. Men faqat bir narsani aytmoqchi edim. Mana shu millat taqdirining tub burilish hayot nuqtalari pallasida jamiyat ta'limga, tarbiyaga va ziyolilarga juda katta ehtiyoj sezadi. Biz yangi O'zbekiston qurmoqchimiz. Biz katta bir tarix yaratmoqchimiz va shu tarix yaratish asnosida biz tarixiy tayanch nuqtasi sifatida biz jadid bobolarimizni ta'limotini va o'sha davrdagi orzu-armonlarini amalga oshirishni maqsad qilib oldik. Nima uchun jadidlar? Umuman olganda o'tgan asrning boshida musulmon sharqi olamida katta bir uyg'onish davri bo'ldi va o'shanda milliy urf-odatlar, an'analarga munosabat turlicha kechdi. O'tkazilayotgan bugun katta bir anjuman aynan mana shu ilmiy nuqtai nazardan o'rganiladigan, ilmiy nuqtai nazardan o'sha taklif va tavsiyalarni oilalarga, shuni bilan bir qatorda xotin-qizlarga, oila a'zolariga, mahallalarga, keng jamoatchilikka taklif va tavsiyalarni berish zarur bo'lgan bir ilmiy anjuman bo'ldi. O'sha ilmiy anjumanda qilinadigan har bitta mavzusi aynan mana shu mamlakatimizda amalga oshirilayotgan mana shu davlat siyosati. O'sha davlat siyosatining asosiy fundamenti milliy qadriyatlar. Milliy qadriyatlardan foydalangan holda yoshlarimizni mustahkam oilaviy hayotga tayyorlash, ularni ilmli qilish, bilimli qilish, ularni milliy va umuminsoniy nuqtai nazarda tarbiyalash masalasiga qaratildi. Bugungi hozirgi mustaqillikning dastlabki o'sha 33-34 yillarini hisoblaganda bu formatsiyani almashishi o'tish davri qildan hisoblanadi. Ilgargi ittifoq davrida sotsialistik tizimda butunlay boshqa bir jamiyat, boshqa tizim quryapmiz. Mana shu o'tish davri doimo turli muammolar bilan, ijtimoiy muammolar, ijtimoiy psixologik, ijtimoiy iqtisodiy muammolar bilan kuzatiladi. Va bu muammolar albatta yosh avlodga, umuman aholiga ta'sir etmay qolmaydi. Mana shu masalalarni ilmiy jihatdan tahlil qilish, o'rganish bu o'sha muammolarni, omil sabablarini aniqlash va ularni yechimlariga alohida e'tibor berish va bundan keyin ajoyib o'zimizga o'sha prezidentimiz kutgandek avlodni tarbiyalab shakllantirish bizning eng asosiy maqsadimiz. Aynan konferensiyada ham akademik olimlar, ilmiy izlanuvchilar ishtirok etishmoqda va ularni mavzulari ham bugungi ma'ruzalarida ham qiziqarli faktlar aytib o'tilmoqda va unda aynan oilada bolalar tarbiyasida qanday qadriyatlarga urg'u qaratiladi, sinfda, maktabda qanday jarayonlar, milliy xalq o'yinlari haqida alohida to'xtalib o'tilgan. Bunda bolani iqtidorini rivojlantirishda ham o'sha milliy qadriyatlarni muhim jihatlari sanab o'tildi. Va bu aynan bolani tarbiyalashda uni nafaqat ta'lim jarayonida, balki uni maktabdan tashqari bo'lgan iqtidorlarni ham rivojlantirishga ko'maklashuvchi turli yo'nalishlar sanab o'tildi. Pedagogik hamkorlik tushunchasi pedagogik hamkorlik o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalar o'rtasidagi faol va ijobiy muloqotni anglatadi. Bu aloqalar albatta ishonch asosida quriladi. Ta'limda barcha tomonlarning faolligi va mas'uliyatini oshirish, hamkorlik barcha tomonlarda faol ishtirokini ko'rsatadi. Hamkorlikning amaliy jihatlari deganimizda darslarni birgalikda tayyorlab olib borish, fanlar aro integratsiya orqali umumiy loyihalar boshqa fanlar bilan birga bog'liq holda o'tish, muammolarni birga hal qilish, ijtimoiy loyihalar orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish bilan o'tiladi.